Hürmetli görürmenler, bugünkü dersimizde köp istimal kılındıgan yerlik tamaklarımızdaki şifalık rolü, tüzetküçüsü ve dikkat kıldığı işler hakkında dersini başlayınız. Aldı bilen hukum cihetten kılıp etkanda Uygur yemek içmekleri aslında resiplik doğrudan ibaret. Bu hergizmo toyguzuş meselesi bolup kalmasın. Bu aslında bir medeniyet, bir felsefe ve tibbi ilimninki bir yerge kelişi veya ki yüksek derecede ilim haletiga keltirilishdan ibarat. Şunun için yemek içmeklerimizge astoydil ehemmiyet bilen qarashimiz, her bir yemek içmekni bir tarih, bir medeniyet, bir kimlik, bir özlük, bir resept deb tushunib, onun ta'limotları, onu öz ichiga olgan ta'limotlar, uningdan ifodalanib turgan haqiqatlar ustida astoydil amal qilishni ustun bir xislat ko'rishimiz lozim. Bu yemek içmeklerini xalagancha o'zgartib o'tish, tashlab o'tish, zerikish, boshqalarniki yemek içmek odatlarini ustun xiyol qilish amaliyotda nervining ojizlab, aqlning tuvanlab, bilimninki aziyib, kelajakka bo'lgan mas'uliyatning tamoman yo'qolayotganligini ko'rsatadi. Shuning uchun butun millatlar o'zlarining yemek içmek odatlarida an'anasida ching turishi, hamma millatlar o'ziniki tarixdan kelgan odatlariga varislik qilishi, uni yaxshilashi, uni yuqori ko'tarishi, uni san'atga, sanoatga, shundoqla ilm fanga, hozirgi zamon ilm faniga muvofiqlashtirib, ammo uning ro'yini davom qilish lozim. Mushu prinsip shakllangan, tiklangan va amal qilingan asosda biz buningdan keyingi darslerimizde Uyghur yemek içmeklerinin konkret tayyorlanishi, iste'mol qilinishi, diqqat qilgan ishlar haqida to'xtalib o'tamiz. Bugungi darsimiz bizniki shohona tamoqlarimizdan polo ve onun türleri haqida bo'lmoqchi. Birincisi go'shtlik polo. Yani polo deganimizda eng avval esimizga mush go'shtlik polo keladi ve bunu asosan hamma oilalar etib iste'mol qiladi yoki restoran sharoitida tayyor qilinadi. Go'shtlik poloning xurishlari guruch, tuz, sebze, piyoz ve başka xurishlardan ibarat. Go'shtlik poloniki shakli chiroyli, puraqliq ham haybatlik bo'ldi. Go'shtlik poloning tabiati birinchi darajada quruq issiq. Biraz ho'lligim bor. Endi salgan xurishlarimizniki avvali qarab ho'l issiq bo'lish tarafi mevcut. Hammamiz bilimiz birinci derecelik yemek içmekler insanniki tabiatiga en yakın bo'lganligi. İnsanni yaxshilash, tangshash, kuchaytirish tarafi bo'lganligi uchun go'shtlik polo her gün iste'mol qilishga va yoki 2 kunda bir iste'mol qilishga to'liq muvofiq keladi. Ajdodlarimiz, kattalarimiz, bulup bulmuş teyiplerimiz her günü ayrım xurishlarni qetib, go'shtlik polo iste'mol qilishga odatlangan bo'lib, go'shtlik polo inson ömrünü uzatish, yiylikni isitish, nervini yaxshilash, börekni quvvatlash, yaxshi qon paydo qilish qatorliq nurg'unlagan xususiyatlarga ega. Endi go'shtlik poloni iste'mol qilishda albatta bir qatimda ko'p iste'mol qilish yoki kunda 2 qatim iste'mol qilish yoki bo'lmasa yotada iste'mol qilishdek
ba'zi nachar odatlar shakllanib qolgan bo'lishi mumkin ba'zi kishilarda. Bu ahvolda jigarga va o'tga ziyon qilib qoladi. Qonninki yog' miqdori oshib ketadi, bosh og'rish, xo'rak tortish, qo'siq chiqib ketish, nafsi qisilish, uyushish, kilosi oshib ketish qatorliq ergashma alomatlarni paydo qilib qo'ydi. Shuning uchun mumkin qadar go'sht poloni miqdorini oz, shifo va dori niyatida iste'mol qilish, bir kunda 2 qatim yoki bo'lmasa yatada iste'mol qilmaslik lozim. Endi veleki buni yedik, ko'p yeb soldik yoki bir kunda 2 qatim yeb soldik, bu ziyon qildi. Buni qanday tuzatishimiz kerak degan vaqtida qatiq, karabshi, tovuz, bihi, olma yoki bo'lmasa üzüm sirkisi masalanga, tarxamak, limon, mushlarninki har qanday bo'lsa yoki bir nechisi bo'lsa, buningdagi yog'ninki eritilishini, issiqlik va energiyaning tuvallatishini, shundaqla oshqozon kuchayniki hazm qilish muhitini normallashtirilishini qo'lga keltira olamiz. Yuqorida biz go'shtlik polo haqida so'zlab o'tdik. Bugun yeni bir polo türü haqida so'zlaymiz. Mash polosi. Mash kurish polosi. Mash yoki nuqut bo'lsin bo'ldi. Ko'p ko'rildigini mash. Mashdan boshqa xurishlar asosan o'xshaydi. Mashni oldin chilab, yumshatib olgandan keyin qolgan usullar shu go'shtlik poloni tayyorlash usuliga o'xshaydi. Endi go'shtlik polo umumyüzlük iste'mol qilinishi bilan birga mash polosi resep asosida, resep niyatida tayyorlaymiz. Mash guruch polosi ko'rkamlik, rangdor va puroqlik bo'ladi. Endi mash guruch polosini nima ishga iste'mol qilamiz degan vaqtida o't yallig'i, o't to'silib qolgan, jigarda may qoplab ketgan, bosh eg'irlab ketgan, qizirib qolgan yüzümüz masalanga, uyushib qolgan ahvollarda, ammo yana polo iste'mol qilish odatlangan ahvol ostida biz bu poloning, go'sht poloninki ko'p iste'mol qilingan vaqtidagi aks ta'sirini yo'qotish uchun mash guruch polosini tayyorlab iste'mol qilamiz. Endi buning xususiyati mo'tadil bo'lib, ho'l issiqqa moyil deb qaraldi. Endi bu yog'ni eritish, o't, jigar, uchay kasalliklarini yaxshi bo'lishini yordamlashish, bosh og'rig'i, qizirish, chinqirishlarni azaytish jihatda mash guruch polosiniki shifolik ahamiyati bor. Endi buni ko'p iste'mol qilib qoldik degan vaqtida buningda bir yal paydo qilish, oshqozonni uzun turib qilish, oshqozonni ko'ptirish ta'siri bo'lib qoladi. Ya'ni bu tür pologa mashni ko'p sep yoki bo'lmasa mash yaxshi pishmagan asosda etilgan bo'lsa, yuqorqidagi ziyonli alomatlarni keltirib chiqadi. Bu chog'da zira, badiyan bilan choy damlab iste'mol qilish, choyliq dori iste'mol qilish va yoki bo'lmasa anar suyi, turib suyi qatorliqlarni iste'mol qilish orqali buning ziyonli ta'sirini pasaytirish mumkin. Bugungi darsimizda go'sht polo bilan mash guruch polosini tanishtirib o'tdik. Bu ve başka polo türleri asasen bedenini kuvvetleş, tenni sağlamlaştırış, yaxshi qon paydo qilish ve immunit gücünü yuqori ko'tarish sebeplerden bütün tamaklarımız içinde polo şahane o'ringa ega.
Şunun için yaş avlatlarını, ösmürlerimizni mektepte okutuş bilen bile höyde okutuş. Yani yemek içmek medeniyeti bilen tonuşturuş cihette biz fırsatını çoğun tutup başlangıç mektep büttägiçilik ballarımızın ki her xil pololardan haberi buluş yoki polo etiş maharetini yetildirishimiz lazım. Bugünkü dersimiz müşagici oldu. Xayr xoş.